Bugun choyxonamizda atrofi shundoq tog'lar bilan o'ralgan premium klassdagi dacha haqida gaplashamiz. Bu egizak dachalar. Ketib ko'ramiz obzorni. Egizak dachalarimiz kirganimizda sizni mana shunday xo'l kutib oladi. Juda ham chiroyli, shinam televizorlar, bilyard, mini bilyard stoli, buni ag'darganda hakkay bo'lar ekan. Kirganimizda o'ng qo'lda oshxonalarimiz Yevropa stilida jihozlangan, issiq suv, sovuq suv barcha imkoniyatlari bor. Bemalol foydalansangiz bo'ladi. Xolodilnikgacha bor ekan chap qo'lda. Mehmonxonamiz bor, chap qo'lda. Mehmonxona 10 kishi, 12 kishigacha bemalol eltadi. Mehmonxonamizda siz mana bu katta monitorda PlayStation o'ynab dam olishingiz mumkin bo'ladi. Spalnilarimiz bor. Spalnilarimiz ikkita xonadan iborat. Spalni 3 kishi yotadigan. Bemalol 3 kishi kirib dam olsa bo'ladi. Spalnimiz alohida o'zi uchun sanuzellari bor. Yana bitta spalnimiz bor. Buni ham alohida o'zini sanuzellari bor ekan. Qulflab qo'yishibdi. Va alohida mana bu mehmonxonada turganlar uchun alohida yana bitta sanuzel. Yevropa standartlarida jihozlangan ajoyib dacha. O'rtoqlar, bu yerda narxi hozircha $100 ekan. Bu yerda 10 kishi yoki 12 kishi bemalol kelib maza qilib dam olsa bo'ladi. Atroflar polni tog'ni o'rtasi juda ham tinch ekan. Mana bu nomerlarga qo'ng'iroq qilib, siz bu dachani band qilib qo'ysangiz bo'ladi. Yozda maza qilib dam olmoqchi bo'lgan do'stlaringizni sirazi jo'natib qo'yaverasizlar. Mumkin bu Qo'qon tarafdan kelayotganda mana bunaqangi reklama qo'yib qo'yilgan ekan. Bu reklama ozgina yo'lga yaqinroq qo'yilgan. Bu reklamadan atigi 20 metr o'tganingizda mana bu mashina turgan joyda kirish bor ekan. Shu kirishdan to'g'ri yursangiz 300 metr, 400 metrdan keyin bu dachaga bemalol borsangiz bo'ladi.